Assalomu alaykum qadrli YouTube kuzatuvchilari. Bizlar mana g'ishtlarimizni chiqarib boshladik. Bu tumbali g'ishtlarimiz. Bir boshidan ko'rsatishimiz mumkin. Bundan 32 ta zakaz tushgan. O'shani qo'yib bermoqchimiz. Holimiz bittaligi uchun kam-kamdan chiqaryapmiz. Bu yerda hozir 11 ta, tashqarida 5 ta bor, obshi 16 ta chiqdi 2 kun ichida. 8 tadan 16 partiya. Mana ko'rishingiz mumkin, bu yerda 11 ta, tashqarida 5 ta. Keyin g'ishtlarimizni ham ko'rsatib o'tamiz sizlarga akalar. Mana bu yerda g'ishtlarimiz turibdi. Bir boshidan ko'rishlaringiz mumkin. G'ishtlarimizni ajoyib yaxshigina g'isht, qurib qolgan, hammasi tayyor. Kimga kerak bo'lsa zakaz qilaverasizlar. Ajoyib sifatli g'ishtlar. Bitta zapravkamizdan, bitta rastvorimizdan 3 dona g'isht chiqadi. Bizda aldash yo'q, hammasi rost. Kelib, bemalol zakaz berishlaringiz mumkin akalar. Mana bu yoqda ko'rishingiz mumkin. U yoqda yaxshi quriganlari, u yoqda ko'ryapsizlar. 58 ta qoldi, qolganini sotdik. Endi bu yoq ham tayyor.